Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Peshnik kanali muxlislari. Ertalabdan xayrli tong deb qolamiz. Bugungi video obzorlarimiz biz Ko'kchadamiz. Ko'kchani ham 3-qavatida binoni. Shu yerda mana letniy oshxonamiz, moykamiz bo'lyapti. Stolishnica, varishniy panel, подвесной gaz, qozon o'chog'imiz 5 kilolik. 7 kilolik. Bu yoqda 1 metrlik olsa inshaalloh arichni barbekyumiz tushyapti. O'tgan gal oldingi videolarda tex loft stil, high tex stili dedi. Hozir bu arkali tushyapti. Bu yoqda podiumlarni to'g'rilab, o'rinlarda qilib polirovkalar qilib oldim. Trubalarni o'rnatib oldim. Endi hozir stechkalarni qilib, devorlarni ko'tarib, sekin kapitellarni boshlaymiz. Bizani kuzatib borasizlar degan umiddamiz. Iloji bo'lsa tepada Telegram kanallarimizga obuna bo'lsanglar, через Telegram orqali narx-navolarimizni aytib o'tamiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishgunda ko'rishguncha azizlar.